So'nggi oy ichidagi asosiy kiberxavfsizlik va xakerlik hodisalari haqida gaplashamiz. Avstraliyadagi pensiya fondlariga hujum. 2025-yil aprel oyida xakerlar Avstraliyaning eng yirik pensiya fondlariga, jumladan Australian Super va Rest Superlarga hujum qildi. Minglab a'zolarning shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlandi. Bu hodisa moliyaviy ma'lumotlarni himoya qilish qanchalik muhimligini yana bir bor isbotladi. Oracle Cloud ma'lumotlar bazasi buzib kirildi. Oracle Cloud servisida yirik ma'lumotlar o'g'irlandi va millionlab yozuvlar oshkor bo'ldi. Bu esa bulutli texnologiyalardagi xavfsizlik zaifliklarini va kuchli himoya choralariga ehtiyojni yana bir marta ko'rsatyapti. Toronto hayvonot bog'i xakerlar qurboni bo'ldi. Hayron qolmanglar. Hayvonot bog'lari ham xakerlar hujumiga uchrashi mumkin. Kanadadagi Toronto hayvonot bog'ining 20 yillik mehmonlar ma'lumotlari xakerlar tomonidan o'g'irlandi. Bularning ichida xodimlar ma'lumotlari ham mavjud. Bu kabi tashkilotlar ham raqamli tahdidlar ostida ekanligi yaqqol ko'rinib turibdi. Ya'ni agar tizim bo'lsa va tizim internetga bog'langan bo'lsa, xavfsizlik jihatidan choralar ko'rilishi kerak. Yangi kiberxavfsizlik tendensiyalari haqida gaplashamiz. Sun'iy intellekt yordamida hujumlar kuchayyapti. Ya'ni ham o'tgan haftada ham gaplashdik. Xakerlar tobora ko'proq sun'iy intellektdan foydalanmoqda. Ular realga o'xshash phishing xatlari yarata olyapti. Tizimlarga avtomatik kirishga harakat qilyapti. Bu tendensiya AI imkoniyatlarining ijobiy tomonlar bilan birga salbiy tomonlarini ham ko'rsatyapti. Zaxira nusxalar qilish dolzarbligi. 2025-yil 31-martda World Backup Day nishonlandi. Mutaxassislar muhim ma'lumotlarni zaxiralash, ya'ni backup haqida eslatishdi. Ransomware, ya'ni pul talab qiladigan dastur hujumlari va texnik nosozliklardan himoyalanish uchun ma'lumotlarni bulutda ham, fizik tarzda ham saqlash tavsiya qilinmoqda. Muhim voqealar va tadbirlar haqida gaplashamiz. SANS 2025 kiberxavfsizlik treningi 2025-yil aprel oyida SANS tomonidan o'tkaziladigan tadbirda ishtirokchilar real tahdidlarga qarshi himoya qilish bo'yicha amaliy bilimlar oldilar. DEFCON o'tish kutilmoqda. Dunyodagi eng mashhur xakerlar konferensiyasi hisoblanadi. DEFCON 33 2025-yil avgust oyida bo'lib o'tadi. Bu yerda yangi tahdidlar va himoya strategiyalari haqida so'z yuritiladi. Bundan tashqari xat tayyorlov markazi 15-aprel kuni birinchi o'ringa notebook taklif qilgan holatda CTF musobaqasini, ya'ni xakerlarning musobaqasini yo'lga qo'ygan. Agar o'tkazib yuborishni xohlamasanglar, izohlarga qaranglar. Kiberxavfsizlik texnologiyalaridagi yangiliklar haqida gaplashamiz ozgina. Relia Questga $500 million investitsiya kiritildi. Relia Quest nomli AI asosidagi kiberxavfsizlik kompaniyasi $500 million dan ortiq sarmoya oldi. Bu esa sun'iy intellekt yordamida tahdidlarni aniqlash texnologiyalariga katta e'tibor qaratilayotganini bildiradi. Cloudflare kvantga tayyor himoya xizmatlarini yo'lga qo'ydi. Cloudflare kompaniyasi kelajakdagi kvant kompyuterlaridan bo'lishi mumkin bo'lgan hujumlarga qarshi himoya sifatida yangi kriptografiya texnologiyalarini joriy qildi. Yangi qonunlar va regulyatsiyalar, ya'ni regulationlar haqida gaplashamiz. Ma'lumotlar suvereniteti. Yangi standart AQShdagi Datadog kompaniyasi ma'lumotlarini mahalliy, ya'ni davlat ichkarisida saqlash bo'yicha choralar ko'rmoqda. Bu esa ko'plab mamlakatlarda qabul qilinayotgan yangi qonun va regulyatsiyalarga moslashish uchun qilinmoqda. Bugungi raqamli dunyoda tahdidlar juda tez rivojlanmoqda. Har oy yangi texnologiyalar paydo bo'lib va yangi hujumlar amalga oshirilmoqda. O'zingizni himoya qilish uchun quyidagilarni eslatib o'taman. Har doim tizim va dasturlarni yangilang, phishing va zararli havolalardan ehtiyot bo'ling, ma'lumotlaringizni zaxiralang, backup oling. Sun'iy intellekt asosida ishlovchi tahdidlarga tayyor turing. Kiberxavfsizlikni faqat mutaxassislar ishi deb hisoblamang. Bu barchamizga taalluqli masala hisoblanadi. Agar videolar qiziqarli ketayotgan bo'lsa, haftalik shu videolarning ichida oldin bo'lib o'tgan mashhur xakerlik amaliyotlarini ochib bermoqchiman. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa va buni so'rab 100 kishi izoh yozsa, men keyingi haftadan aynan shunaqa videolar tayyorlashni boshlayman.